kutib oling, bu K-pop maxluqlar ovchilari. Sahna, vizual, jang, action, ovchilar, maxluqlar, yovuzlik, yaxshilik barchasi mujassam bo'lgan multfilm. Nima? Bu shunchaki multfilm? Yo'q do'stim. Katta xato qilyapsiz. Menga ishoning. Ishonmayapsizlar? Unda menga bir necha daqiqa vaqt bering va men sizga bu oddiy multfilmda ancha kuchliroq narsa ekanligiga ishontiraman. Agar shundan keyin ham buni shunchaki oddiy multfilm deya olsangiz, bemalol obuna bo'lmasligingiz mumkin. Lekin agar fikringizni mayda zarrachalik o'zgartira olsam, videoga like bosing va obuna bo'lib qo'yasiz. Kelishdik, shundaymi? Introdan oldin aytganimdek, bu shunchaki multfilm emas. Unda ovchilar iblislarga qarshi, insoniylik hissi maxluqot hissiga qarshi, jin va rumiga qarshi, Huntrix esa Saja Boys jamoasiga qarshi. Har bir sahna bomba, har bir kadr alanga, jang sahnalari va mukammal soundtrackga ega bo'lgan bu multfilm sizning qalbingizdan butunlay joy egallashi aniq. Huntrix bu qizlardan tuzilgan K-pop musiqiy jamoasi. Ha, bosh rolda qizlar, ammo bu degani bu multfilmni erkaklar ko'rishiga arzimaydi degani emas. Chunki bunday go'zallik va musiqa ortida minglab iblislar bilan jang va actionga boy sahnalar yashirin. Ishonavering, multfilm 1,5 soatdan iborat bo'lsa-da, qariyb uning 40 daqiqasi sof janglar va xarizmadan iborat. Uni ko'rib o'tirasiz va vaqt qanday o'tganligini bilmay qolasiz. Ustiga ustak mana bu va Golden nomli soundtrack insonni o'ziga tortib muhrlab qo'yishi aniq. Undan tashqari bu multfilmni shaxsan Netflix va Sony kompaniyalari hamkorlikda ishlagan. Ular esa oddiy narsalar ustida vaqt sarflab o'tirmasligini bilsangiz kerak. Ustiga ustak bu multfilm Kinopoisk va IMDb platformalarida ancha baland natijalarni qo'lga kiritgan. Bu portlashdan shaxsan o'zimga barcha jang sahnalaridan farqli o'laroq oxirgi sahnaviy chiqish ancha ma'qul keldi va bu prosta genialniy loyiha. Huntrix jamoasining yetakchisi bo'lgan Rumi nafaqat iblislar bilan, balkim o'z ichki hissiyotlari bilan ham kurashishini yaqqol ochib beruvchi bu sahna boya aytganimdek yarim odam va yarim iblis bo'lib tug'ilgan bu qiz bu haqida hatto o'z dugonalariga ham aytmasligi haqida uqtirilgan. Chunki yoshligidan ularga iblislar yomon, ularda hissiyotlar yo'q, ularni yo'q qilish kerak deb o'rgatishgan. Ammo buni qarangki, iblislar tomonidan yig'ilgan va odamlarni aldash uchun tuzilgan Saja Boys jamoasining a'zosi jin va bunday emasligini ularga yaqqol isbotlab qo'ydi. U hamma iblislar ham yovuz bo'lmasligini, ularda ham hissiyotlar borligini isbotlab qo'ydi. Buni qarangki, Rumi va Jinwo, ular ikkalasi ham deyarli bir xil hayotga ega. Multfilm esa aynan shunisi bilan qiziq. Ayniqsa film so'ngida Jinwo o'zini Rumi uchun qurbon qilishi bu shunchaki super. Agar multfilmni ko'rishni xohlasangiz, Telegram kanalimizdan topishingiz aniq. Va shuncha narsadan keyin ham buni shunchaki multfilm deya olasizmi? Yo'q, va'daga vafo deydilar. Obuna bo'ling, like bosing va xayr salomat bo'ling.